Izzatilla Chorixo'jayev, marhamat kutib oling. Assalomu alaykum hammaga. Meni qo'shnilarim menga juda ham havas qilishadi. Menga o'xshagisi keladi ko'pchilik. Ba'zilari даже o'zini men deb o'ylaydi. No eshigim taqilatadi, kim desam men deydi. Men bu, men-ku. Men uylanganman. O uylanishim juda ham uzoq vaqt talab qilgan. 3 yil qiz tanlaganman. Rosa ko'p uchrashuvlarga chiqqanman. Eng esda qolarlisi bittasi bo'lgan. Men u uchrashuvga 10 balldan 10 ball beraman. Chunki biz qiz bilan ketayotganimizda chetdan ko'rganlar 10 raqamimi deganda. U qizni talablari ham o'ziga yarasha edi. Nima deydi? Turmush o'rtog'im meni boshida ko'tarib yurish kerak deydi. Aytdim, sizni boshida ko'tarish uchun turmush o'rtoq emas, turmush o'rtoqlar kerak bo'ladi. Xafa bo'lgan. Xafa bo'lib borib oyisiga yetgan, oyisi meni oyimga yetgan, oyim keyin meni urishganlar. Jinnimizdan qiz bolani xafa qilib bo'lmaydi. Keyin adam kelib, "Menga qara, qiz bola senga yoqmasa, life hack bor. Shuna qaraysan-da, menga qarang, siz juda ham zo'r nomzodsiz. Lekin afsus, men karyera qilishim kerak. Uzr deb ketasan, bo'ldi." Zo'r life hack. Lekin hayotimda biror marta qo'llamaganman. Chunki ertasi kuni uchrashuvga chiqqanimda men orzumdagi qizni topganman. Shunday kafega kirganman, o'rtada bitta o'zi ajralib o'tiribdi. Ishqilib shu bo'lsin dedi, borib ismini so'rasam, o'sha qiz. Xursand bo'ldim, o'tirdim. Nima zaraz qilasiz? Menga qarang, siz juda ham zo'r nomzodsiz, lekin men karyera qilishim kerak degan. Og'aylarimni qo'l urishardi, o'zi qanaqa qiz kerak, nima uylanmayapsan deb. Men kaprizli emasman, menga oddiy shu el qatori, chiroyli desam bittasi, chiroyli? Chiroy nima qilasan? Qariganda hammasi bir xil bo'lib ketadi-yu degan. O'sha og'ayni mujik ekan. Yaqinda bitta qari kampirga uylanib oldi. Qarisi bor, uyi, parisi bormi yo'qmi bilmadim, tegida cherrisi bor o'sha bola. Biz suvchilik orqali turmush qurganmiz ayolim bilan. No sevish, turmush qurishga ham adovatim yo'q. O'zim yaqin bitta tanishim, o'zini sevgilisiga uylangan, 8-sinfda sevib qolgan, sinfdoshini 8-sinfda. Oxir oqibat o'shanga uylandi, yaqinda to'yga bordik, iyunning boshida to'y bo'ldi. Hozir er-xotin 11-sinfda o'qiydi. Avgust oxirida ajrashishga ham ulgurdi. Bilmam, 3 oy kankulda zerikmaslik uchun turmush qurganmi bilmayman. Har doim men atras qilmaganman qizlarga. Ba'zan qiz tomonidan meni atras qilgan, chunki esimda boshida o'qituvchi bo'lib ishlab yurganimda juda ham kam oylik topardim. Juda ham kam pul topardim. Uydagilar aytardi, "Men qizim boqa olmaysan" deb, yo'q degan momentlar ham bo'lgan. Lekin hamma ham unaqa emas ekan. Misol uchun o'zim qarindoshim, bitta jiyanim qiz bola, bitta yigitni yaxshi ko'rib qolgan uchun uydagilari yigit kambag'al bo'lishiga qaramay uzatishgan rozi bo'lib. Kambag'al bo'lsa ham hozir baxtli yashab yurishibdi. Ajrashgani yo'q. 3 yildan beri bir yostiqqa bosh qo'yib yuribdi. Yaqinda ikkinchi yostiq olishmoqchi. No, shunaqa. Keyin uchrashuvga 3 yil davomida juda ham ko'p chiqqanim sabab o'sha bezib qoldim-da, qizlarga qo'pol gapirish boshladim. Uylanim kelmay qolib, qizlarga qo'pol gapirish boshladim. Bittasi aytdi, "Men qarorchi qizni o'qitmayman sizni, o'qitmayman, ishlatmayman, uyda o'tirasiz." Voy, menga farqi yo'q-da, pul berib tursangiz bo'ldi dedi. Men boy emasman dedim. Men ko'p pul bera olmayman desam, "Menga boy bola kerak emas, ko'p pul berishingiz ham kerak emas. Menga glavniysi hamma pulingizni bersangiz bo'ldi" dedi. Hozir baxtli oilalardan bittasimiz o'sha bilan. O'sha payt bu javobni eshitgandan keyin men bildim, ha, bu значит to'yishchi meni ayolim bo'ladi. Sirazi orzu havas bilan hamma o'zbeklar kabi dabdabali to'y qilaman deb bankka kredit olgani bordim. Borsam obed ekan. O'zi bankda shunaqa bilasan, obed vaqti siz boradigan vaqtga qarab belgilanadi. Baxtimga karantin boshlanib qoldi. Baxtimga karantin boshlandi degan jumlani faqat o'zbeklar o'sha paytda to'y qilish uchun ishlatgan bo'lsa kerak. 30 kishilik to'ylardan bittasi meniki bo'lgan. Bilasizlarmi, o'zbeklar uyini 2 marta remont qiladi. Birinchisi o'g'il uylantirishdan oldin, ikkinchisi qiz uzatgandan keyin. Chunki qiz uzatayotgan xonadonga kuyov navkar nomi ostida bir to'da mol kirib keladi. Men nima deyotganimni bilaman. Men karantinda 10 ta dona og'aynim bilan borganman, kuyov navkar qilib. 2 etajli uyni 1 etaj qilib qaytganmiz. Urf odatlarga ko'ra, endi ular nima?
urf odat degan nom ostida befarosatliklar kombinatsiyasini tuzgan ekanda. Mahallani boshidan karantin payti, mahallani boshidan o'ynab kirib kelamiz endi odat ekan. Karnay suvchilar ham ichiga tortib chalyapti, hech kim eshitib qolmasin deb. O'ynab kirib kelamiz. Oldinda bitta bola o'ynayotdi-da, yugurib kelib meni boshim yurmoqchi. Hayronman. Oldinda bolalar to'sib turibdi mana. Yana borib o'ynayotdi-da, yugurib kelib boshim yurmoqchi. Tushunmadim. Yana yurib keldi, shunda o'sha oldi, menga qara dedim. Yo oyog'i yerda, hazbik emas. Oyog'i. Nima qilmoqchisan sen? O'rta shunaqa urf-odat bor. Kim kuyovi boshiga ura olsa, keyingi to'y o'shaniki bo'ladi deydi. Sen unaqa bashara bilan har kun urib yurishing mumkin, lekin uylana olmasang kerak. Og'aynlari ko'p. Har kun to'yga boradi, nimadir qilib yuradi, lekin uylana olmaydi. Bilasizlarmi? Og'ayninglar sizlarni hurmat qiladimi, yo'qmi bilish uchun yozda to'y qilinglar. Agar kostyum shim kiyib keladigan bo'lsa, u sizni hurmat qiladi. Agar klassik kiyinib keladigan bo'lsa, u iplas просто kelin dronlardan kimdir o'ramoqchi. Agar повседневный futbolchi shortida keladigan bo'lsa, u bechora och qolgan. Biza kinoyakar uchun ajratilgan xonaga kirdik. Men joyimga borib o'tirib, shunda qarasam stol bo'mbo'sh. 10 ta dona bola hamma narsani shunda yeb bo'lganda, shunchalik ham och bo'ladimi? Menimcha Agatha Christie ham 10 ta negr bolasi asarini kimdir kinoyakarda yozgan bo'lsa kerak. Keyin osh olib kirishdi, osh yedirishim kerak. Osh yedirayotgan payt ani meni urmoqchi bo'lgan bola o'rnidan turib, kim uylanmoqchi bo'lsa, kuyov qo'lini tishlash kerak dedi. Bitta befarosat 10 taga aylandi. 8 tasi uylanmagan, ani 2 ta uylangan bola ham qo'limni tishlab ketdi-da. Alam qiladigan to'yimga 4 yil bo'ldi. Birontasi uylangani yo'q. Nabarat ani 2 tadan bittasi ajrashdi. Lekin zo'r tomoni bor, choyxonada endi men emas tema. Choyxonada bittani uylanmagan bolamiz bor, faqat o'shani tema qilamiz. Abelix degan bola. Laqabi Abelix. Xullas o'sha bola bilan eng ko'p sporlashadigan bola bu oramizdagi eng birinchi uylangan bola. Eng birinchi uylangan bolani 19 yoshda dodasi uylantirgan. Dodasi qarindoshdan yig'ganda, o'lib qolishim mumkin, tezroq to'y ko'rishim kerak, davay uylantirlaring deb uylantirib yuborgan. O'lib qolishim mumkin, davay uylantirlaring deb ukasini ham uylantirgan. O'lib qolishim mumkin deb maktabda o'qiydigan singlisini ham uzatib yuborishgan. 3 oydan keyin qaytarib kelgan, ajrashib. 3 oydan keyin ajrashib qaytib kelgan. Lekin sport davom etadi. Nuqulani uylangan bola bilan uylanmagan bolaning o'rtasida. Uylanmagan bolaga aytamiz. Nimaga o'zi qiz tanlasa, qanaqa qiz kerak senga aytsam, menga chiroyli bo'lish kerak, bo'yi baland bo'lish kerak, oppoq bo'lish kerak, o'qimishli bo'lish kerak, ukol qilish bilish kerak, pishirish bilish kerak, tikish bilish kerak. Stop. To'xta. 20 yil davomida bunaqa qizni asrab avaylab, o'stirib, shunaqa hunarlarni o'rgatib senga berib qo'yish, bu xuddi 20 yil davomida yemay-ichmay yig'gan oylik pullarini totalizatorga tikib olishda gapda. Yutqizishi aniq. Yutib qolsa ham haromda. Men 96-yilman, 95 bilan o'qiganman. Meni maktabga 1 yil oldin berishgan. Ne unaqa qilgansizlar desam, uydagilarga, 1 yil yutishing uchun deb, haqiqatan 1 yil yutganman. Kollejga kirganman, sirazi ket uzilmasdan institutga kirganman, institut 1 yil vaqtli bitirganman. Institut bitirishim bilan o'zim o'qigan maktabga o'qituvchilikka kirganman. 1 yil o'shda o'qituvchi bo'lganman. Qisqa qilib aytganda, o'sha 1 yilda chiqqan joyga qaytib tiqib borganman.